O'ylab ko'rsam devichkaxonlar, tandir non yopmaganimga ham 7 yil bo'pti. Bugun o'zim bilan Rossiyaga olib ketishlik uchun non yopamiz tandirda albatta. Bismillah deb birinchi ishni sutni isitib, dro'ja, qaymoq, tuz solib, o'rtachadan qattiqroq qilib xamir qorib oldimda, ustini shunaqangi salafan bilan yopib, birinchi dasturxonga tezroq ko'pishlik uchun esa ko'rpachaga ham o'rab qo'yib, ungacha chirk bo'lib qolgan idishlarimni yuvib turaman deb uyda har doim ishlatiladigan 2 dona chaynakni olib chiqdim. Bularni og'zi kichkina bo'lganligi uchun qo'lni tiqib tozalab yuvishni iloji yo'q edi. Setkasini ko'rdinglarmi? Shunaqangi qorayib ketibdi. Xuddi zanglaganga o'xshab ketibdi. Ikkalasiga ham bir osh qoshiq bavidan solib, qaynagan suvni quyib 10 minutga olib qo'ydim. 10-15 minut ichida shunaqangi choynagimiz oqaribdi. Setkasini qaranglar, bu zanglagan emas, shunaqangi qorayib ketgan ekan. Osongina suvlarini to'kib, choynagim ichi ham oppoq ekan. To'g'risini aytsam, uyalib ham ketdim. Yaxshilab chayqab, uyga olib kirib qo'ydimda, ko'pgan xamirlarimizni olib, xamirni non qilib yasashga tushdim. To'g'risini aytsam, o'zi patirli non qilmoqchi edim, lekin ozgina vaqt o'tib xamirga qaramay qolgan ekanman. Ko'pib ketibdi. Endi non qilishdan boshqa iloji yo'q deb nonlarni shunaqa qilib oldim. Qo'lim bilan ozgina aylana shaklga keltirib, keyin chiroyli qilib yoyib, chekishini urib, ana endi ustini yopib 10 minut ichiga tindirishga qo'yib, ungacha tandirimizni ham oqartirib olamiz. Menimcha o'zi hamma bilsa kerak-ku, lekin bilmagan qizlarimiz uchun agarda xamir ichiga sariyog' yoki qaymoq solgan bo'lsangiz, o't qalayotganda tandir oqargandan keyin ham yana ozroq o'tin qalab orilsa, shunda yog'li nonlarimizni orqasini uzib olish osonroq bo'ladi, bo'lmasam yopishib qoladi. Nonlarni ham yopib oldim. Nonni yopib bo'lgandan keyin tandir og'zini yopib qo'ygandim. Shu joy videoga tushmay qopti. Ozgina ishgandan keyin qizarmasidan oldin muzdek suvdan yuzlariga urib, asta-asta cho'g'larini ochib, shunaqangi chiroyli qilib nonlarimizni ham pishirib oldim. Ana endi bugungi tandir nonlar uchun baho berib ketaverasizlar. Yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Qaytgancha tez-tez ko'rishib turishlik uchun yurakchani qizartirib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.